Assalomu alaykum hammaga. Hop, bizning do'konimizda 20 xildan ortiq tikuv mashinalarimiz bor. Bayu bor, brus, chakki. Do'konimizda endi xolodilniy hamma yo'q borligi uchun joyimiz chegaralangan. Tikuv mashinalari har xili bor. Hop, to'rchokimizni yangilik qilmoqchimiz. Yubkadan qalinga tikkanda qanaqa holatda o'tib ketishini sinaymiz. Hop, qalin materialimiz, mana bunisi yubka materialimiz, o'zimiz shimni material bir qavat. Mana bu poyabzalimiz, hozir chiqayotgan poyabzalimiz.